Har bir mu'min musulmonni hayitgacha qiladigan ishi bor yana. Ya'ni ro'zaning oxirgi kunlarida fitr zakoti yoki kimdir fitr sadaqasi deydi. Mana shu sadaqani inshaalloh biz egalariga tarqatmoqligimiz Alloh taoloni fazli hisoblanadi. Fitr sadaqasini inson bugungi kundagi ijtimoiy holatidan kelib chiqib bersin. Boylar bo'ladigan bo'lsa, kishi boshidan 180 ming so'mdan bersin mana. Kambag'al bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh bug'doydan bersin, yoki arpadan bersin, yoki o'rta miyona bo'ladigan bo'lsa, mayizdan bersin. Demak, fitr sadaqasi nima uchun beriladi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, fitr sadaqasini hayit namozigacha bersa, haqqoniy fitr sadaqasining o'rniga o'tadi. Hayit namozidan keyin bersa, sadaqatun min sadaqat, ya'ni sadaqalar